Atigi 2 dona mahsulot va 10 daqiqa vaqt va sizda ajoyib shunaqa shirinlik tayyor. Sifatli kakaoga zgushonkani qo'shib aralashtiramiz. Oldin lapatishkada, keyin esa qo'limizda aralashtirib, videoda ko'rsatilgandek qilib kaptokchalar yasab olamiz. Endi kattaroq tarelkaga yana ozgina kakao solib, ustidan shirinligimizni qo'yib kakaoga belab olamiz. Juda ham oson va mazali shirinligimiz tayyor. Bu shirinlikni kofelar bilan maza qilib ichib olsanglar bo'ladi. Ko'pchilik mendan videolarimda ishlatadigan shu chiroyli idishlarimni qayerdan olgansiz deb ko'p so'rashadi. Videolarimda ishlatadigan 80-90% idishlarimni aynan shu do'kondan olaman. Bu o'sha hamma biladigan uyda do'koni. Assortimenti juda katta. Bu do'kondan 15 ming xildan ortiq uy uchun kerakli narsalarni topsanglar bo'ladi. Har xil turdagi qozonlar, skоворodkalar, oshxona uchun hamma kerakli anjomlarni shu do'kondan topasiz. Do'kon juda katta. Idish-tovoq, maishiy texnikalar, hattoki mo'yshiy sredstvalarigacha topsanglar bo'ladi. Hozirgi yoz issig'ida bozorma-bozor yurib qiynalgandan aynan shu do'konda muzdekgina joyda maza qilib xarid qilasiz. Bu do'konda bir nechta filiallari bor. Agar sizga lokatsiya qiziq bo'lsa, kommentga plyus belgisini qoldirsangiz, sizga lokatsiya yuboriladi. Retsept va do'kon obzori sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, yaqinlaringizga ham bu ma'lumotlarni yuborib qo'ying.